Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli, ma'noli, hikmatli gaplardan gaplashaturik, davom ettiring do'stlarim. Bu aqlli, ma'noli, hikmatli gaplar insonni o'ylashga majbur qiladi, aqlini sharhlaydi, qalb ko'zi ochiladi. Dunyoga bo'layotgan voqea hodisalarga aql ko'zi bilan qaraydigan bo'ladi. Eng asosiysi dunyoga nima uchun kelganligini ko'p fikr qiladigan bo'ladi va albatta bir kuni ketishini o'ylab shuni tashvishini qiladigan bo'ladi. Bu Habibulloh qori bizga donolik qilyapti demaslar, do'stlarim. Mana Chimyon qishloqda yashayapmiz, Allohga beadad shukr. Ey Habibulloh qori deyaptilar. Ba'zida qalbingni jarohatlayotgan narsalar senga hayotni o'rgatadi. Do'stlarim, bu hayot yo'llarida qancha mehnatlar, qancha mashaqqatlar, qancha quvonch, qancha g'am, tashvishlarni ko'rdik, ko'ryapmiz. Bu hayot yo'llari shunday ekan do'stlarim. Shuning uchun ish ko'rgan odamdan aqlli gap chiqadi do'stlarim. Juda ko'p voqealar, hodisalardan, juda ko'p insonlardan albatta xursandchilik ham ko'rdik, xafachilik ham ko'rdik do'stlarim. Bu hayot ekan. Bu ko'rib o'tgan jarohatlar, g'am, tashvishlar albatta sani deyaptilar, aqlingni sharhlaydi, sani esingni ko'paytiradi deyaptilar do'stlarim. Ey Habibulloh qori deyaptilar. Ish ko'rgan, ancha-muncha chuqurlarga yiqilgan, qoqingan, ancha-muncha tikonlarni bosgan, do'stu begonalardan, jigarlardan ancha-muncha kulfat yegan insonni fikrlashi og'ir vazmin bo'ladi. U bu kulfatlarni ko'rib o'tgan. Uni har bir gapida mag'iz bor. Har bir gapida, balki nigohida ma'no, mazmun bor. Chunki u ish ko'rgan. Ish ko'rmagan inson esa rosa sodda qilib gapirganda shovqin soluvchi bo'ladi. Chunki u ochlikni ko'rgan yo'q. U chanqoqni ko'rgan yo'q. U dardni ko'rgan yo'q. U tuhmatni, bo'xtonni ko'rgan yo'q. Buni alamini totgan yo'q. Ey Habibulloh qori deyaptilar. Bu dunyo shunday deyaptilar. Dunyoni shuncha boricha qabul qil deyaptilar. Sen hammaga yoqimli bo'lishga harakat qilmagin deyaptilar. Ming harakat qilgin, ming uringin, baribir seni yoqtirmaydigan odamlar bo'ladi. Buni hayot deydilar. Do'stlarim, qancha insonlar tug'ib boqib bolasini minnatdor qilolmadi. Jigarlariga borini fido qilib, ularni jigarlarini minnatdor qilolmadi. Boshqalarni qo'ying do'stlarim. Shuning uchun Habibulloh qori seni yaxshi ko'ruvchilar ham bo'ladi, yomon ko'ruvchilar ham bo'ladi. Buni hayot deydilar. Demak, bunga ko'nikishing kerak bo'ladi. Seni yomon ko'ruvchilarning borligi sen uchun agar aslida bizning katta yordam. Sen ulardan ko'proq manfaat olasan. Chunki ular seni borgan sari ehtiyotkor bo'lishingga undaydi. Ular tufayli sen ehtiyot bo'lasan. Ular tufayli sen har bir qadamingni o'ylab bosasan. Ular tufayli sen har bir so'zingni o'ylab gapirasan. Hokazo. Ular tufayli sen rivojlanasan. Ey Habibulloh qori,
odamlarga ichingdagi bor gaplarni aytishni bas qilgin. Hammaga qoningni yorolmagin. Xursandchiligingni ham, g'am tashvishlaringni ham hammaga aytib dasturxon qilavermagin. Ko'pchilikka sani hayoting umuman ahamiyatsiz. Qarang, ko'pchilikka sani hayoting ahamiyatsiz. Bularida do'stlaringdan bor, bularida jigarlaringdan bor. Bu hayot bu. Ba'zilar esa sani qoqinishingni va xor bo'lishingni istaydi. Bu hayot bu. Shuning uchun bu hayot yo'llarida mana shunday fikrlarni, mana shunday aqlli gaplarni eshitib keyin qadam bosadigan bo'lsangiz do'stim, xatoyingiz ozroq bo'ladi, ertaga afsusingiz, pushaymoningiz ozroq bo'ladi do'stim. Ey Habibulloh qori, mehribon bo'lgin. Lekin odamlar seni vosita sifatida ishlatishlariga yo'l qo'ymagin. Bu nima degani? Mehribon bo'l, muloyim bo'l. Lekin seni tepingga odamlar minib olishiga yo'l qo'yma. Seni bu yerda vosita sifatida, yo mashina sifatida, yo ketmon sifatida, yo supurgi sifatida ishlatishiga yo'l qo'ymagin. Chunki qancha egilsen, albatta shuncha seni vosita qilib ishlatishar ekan, shuncha qadring pastlab borar ekan. Demak, gerdema, kekkema degani, birovni haqorat qilma, xor qilma degani, o'zingni qadringni ham bilgin. Kekkayishda ham bir me'yor bo'lsin, egilishda ham bir me'yor bo'lsin. Ey Habibulloh qori gaplar, shunday odamlar borki, ularni oldida tursang, o'zingni yolg'iz his eta boshlaysan. Ular bor joyda yuraging siqiladi. Ular har bir gapi, har bir so'zi yoki har bir nigohi seni qalbingga igna sanchiydi. Ular shunday insonlar. Bunaqa odamlar bilan hamsuhbat bo'lib, bular bilan bir davrada o'tirgandan yolg'iz o'tirganing yaxshi deyaptilar. Chunki ular faqat qalbingga dard bo'ladi. Dard bo'ladi. Ey Habibulloh qori deyaptilar. Hayotingni boshqalardagi bilan taqqoslama. Qarang. Hayotingni boshqalardagi bilan taqqoslama. Hech qachon boshqalarning hayotini qanchalik og'irligini, ularda qanday muammolar borligini sen bilarmaysan. Tashqi holatga qarab turib baho bermagin. Hammani o'ziga yarasha dardi bor, o'ziga yarasha g'am tashvishi bor, o'ziga yarasha afsusi armoni bor. Ey Habibulloh qori deyaptilar. San deyaptilar, qarang, hech qachon ahmoqlarni qanchalik kuch-u qudratga ega ekanligiga past baho bermagin. Ahmoq inson, nodon inson, sani har bir ravnaqingni xohlamaydigan inson, sani xo'r bo'lishingni xohlaydigan inson albatta sani paytpaylaydi. Sani qoqinishingni xohlaydi. Shuning uchun sen u ahmoqni qo'ldan nima kelardi deb xomtama bo'lib qolmagin deyaptilar. Ular xato qilishingni kutadilar deyaptilar.
ey Habibulloh qori deyaptilar, hech kim sani o'rningga hayot muammolaringni yechib bermaydi. Bu sani o'zingni majburiyating. Avvalo sani muammolaringga boshqalar aybdor emas. Endi sani muammolaringni boshqalar hal qilib bermaydi. Xuddi haligi aytganimizdek, ot ustida bo'lgan paytingda, davroning bor paytida, atrofingda odam gavjum. Sal qoqinsin, endi atrofingda juda odam ozayib ketadi. Ey Habibulloh qori deyaptilar, bu hayot yo'llari. Bu hayot yo'llari. Ba'zida yutasan, ba'zida esa mag'lubiyatdan saboq olasan. Quvonchli kunlarda Alloh taologa shukrni ko'paytir. G'am anduh kunlarida Alloh taologa iltijoni ko'paytir. Chunki Alloh taolo mana shunday g'am, qayg'u, dard berib seni uyg'otyapti, seni pishiryapti. Sen endi Parvardigoringga, Alloh taologa iltijo qilayotganingda tiling bilan qalbing bir bo'lib ketadi. Chunki qalbingda dard bor, g'am bor. Atrofingda odam juda ham ko'p, lekin seni tashvishlaring hech kimga ahamiyati yo'qligini tushunib yetding. Alloh taolodan boshqa mehriboning, g'amxo'ring yo'qligini tushunib yetding. Shuning uchun ancha-muncha g'am tashvishlar senga Alloh taolodan mukofot ekanligini tushunib yetgin. Nolimagin, shukr qilgin, Alloh taolodan yordam so'ragin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.